Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi xonadonimiz hovli uyimiz Marg'ilon shahar kombinat mol bozorining oldida 5 sotiklik 5 xona kirib yashaydigan holatda ekan. Sal remontlarni qilib yashasa bo'ladi. Ushbu xonadonimiz 4 burchak chorsida ekan. Tashqari tomon sanuzor qismi, orqa tomonida o'choq, tandir o'choq uchun alohida joylar ham qilib ketilgan. Zilon zonamiz. Bu oshxona qismimiz. Ozgina remont talab ekan. Xohlovchilar olib remont qilsalar ham bo'ladi. Ayaqtaylari pol qilingan. Kommunallardan gaz yo'q ekan xolos. Svet, kanalizatsiya, suv hamma yo'llari kirgan ekan. Ushbu xonadonimiz zudlik bilan sotilyapti. Xonadon egalari 45 ming $40 narx so'rashyapti. Ozmos kelishimdagi holatlari ham bor ekan. Ayaqtaylari pol qilingan. Mana ko'rib turganingizdek. Shinamgina xonadon. To'liq ma'lumotlarni pastdagi telefon raqamlarimizdan olishlaring mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat.